O'zbekistonda mudhish falokat sodir bo'ldi. Yuragi bo'shlar ko'rmasin. Barcha o'zbek xalqining yuragini larzaga solgan yana bir yomon xabar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Video roligimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Toshkent viloyatida homilador xotinini o'ldirib, jasadini kanalga tashlagan erkakka hukm o'qildi. Bu haqda Oliy sud matbuot xizmati Nova 24 ga xabar berdi. Ma'lumotlarga ko'ra, voqea 2024-yilning 10-dekabr kuni sodir bo'lgan. Haydovchi bo'lib ishlovchi 28 yoshli erkak turmush o'rtog'i ishlaydigan oilaviy poliklinikaga kelgan. Gumonlanuvchi navbatdagi janjaldan so'ng ota-onasinikiga ketib qolgan rafiqasi bilan gaplashmoqchi bo'lgan. Erkak xotinini ishdan olib, Nexia avtomobiliga o'tkazib, Yangiyo'l tumani Baytish mahallasi hududidan oqib o'tuvchi Salar kanali tomon yo'l olgan. Gumonlanuvchi ko'prik ustida to'xtab, oshxona pichog'i bilan xotinining chap ko'krak qafasiga zarba bergan. Oqibatda ayol tan jarohati olib voqea joyida vafot etgan. Shundan so'ng erkak uning jasadini mashinadan chiqarib, kanalga tashlab yuborgani va voqea joyidan yashiringan. Sudda erkak o'z aybiga iqror bo'lib, sevishib uylanganini va tez-tez janjallashib turganiga qaramay, turmush o'rtog'i bilan yarashib, uni uyiga qaytarmoqchi bo'lganini aytdi. Ayolim bilan 2021-yilda sevishib turmush qurganmiz. O'g'limiz bor. U Yangiyo'l tumanidagi oilaviy poliklinikada ishlagan. 2023-yilda savdo-sotiq bilan shug'ullanish uchun Turkiyaga borgan. Shundan so'ng uning xulq-atvori o'zgardi. Tez-tez janjallasha boshladi. U mendan yashirib boshqalardan qarz olgan. Munosabatlarimiz taranglasha boshladi. 2024-yil may oyidan boshlab biz boshqa birga yashamadik. Ammo bizda umumiy farzand bor edi va men yarashmoqchi edim. Shuning uchun uning oldiga borib, hol-ahvol so'raganman, deydi huquqbuzar. Marhumning yaqinlari ayolning homilador bo'lganini aytib, suddan 2 kishini o'ldirgan erkakka umrbod qamoq jazosini tayinlashni talab qilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l tumani erkakni Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B bandi bilan aybdor deb topib, unga nisbatan 18 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Avvalroq Namanganda erkak o'z xotinini do'konda o'ldirib qo'ygani haqida xabar berilganda, janjal paytida gumonlanuvchi peshtaxtadagi pichoqni olib, turmush o'rtog'ini jarohatlagan hamda ayol voqea joyida ko'rsatilgan yordamlarga qaramasdan vafot etgan edi. Hurmatli tomoshabin, bugungi kunda O'zbekistonda shu va shu kabi holatlar ko'p kuzatilayotganiga siz ham amin bo'lgandirsiz. Video roligimiz ostida bir dona like tugmasini bosib, keng ommaga tarqalishi va kerakli joyga yetib borib, ba'zi insonlar uchun o'rnak bo'lishiga o'z hissangizni qo'shing.